Zhang Fei en hürmet kıldıgan 5 kişi. Ama bu yerki Zhang Fei 3 parçalık hakkında kıssaydı en kopal adamın birisi. Şuna mı? Hiç kimge bir sılık sıpaylıkla gek kıldığı ayırma nait az. Hem de bu Zhang Fei'nin mi çin köngülde nait hürmet kıldıgan, ilgili durduğun adamlar bah. Bunun için birincisi bu ya dimsem ben bana bilip bulduğumlar Liu Bei ile Guan Yu. Hem bu Liu Bei, Guan Yu ile bu üçü nait burulu tunuşup şaptılık neçketim kasem içip Allah'a günüp ketken. Bularını nait çoğun hürmetleydi, Çin jürgüdün yaxşı gördü. Bunu bek köp sözleşten maayet yok. Şuna mı? İkinci bir adam olsa 5 yol ve sanığının birisi Changshanlik Zhao Zilong. Hem de bu yerdeki Zhao Zilong mu Liu Bei'ye nispeten epeysak mı? Bu yerdeki Guan Yu ile Zhang Fei'den karşıla en yakın gördüğün, en yaktırdığın sanığlarının birisi. Gerçi bununla şaptılıkta kasem içişmegen bilen bir cubada piju içişkendekiler bununla naat yakın. Zhang Fei mu Zhao Yu'nu naat yaktırdı bu işkisi nurgun canlarda teng bildi çıkan, enkarlaşkan. Mesela bu yerdeki Zhao Yu mu Changbanpo'da Cao-Cao'nun qo'shiniga yetti qatim büzüp chiqqan vaqtning o'zida aron jennep qechib yotgan vaqtda shu Zhang Fei kelib qutqizib oladi. Yani Changbanpo'da 3 qatim nar tatib Cao-Cao'nun qo'g'lab kelgan 80 ming kishilik qo'shinni qochirib o'tadi. Shundami? Uchinchi bir odam kim u degan vaqtning o'zida Shu. Yani Liu Bei'ning tunji mushaviri Shu. Endi bu Shu yeng kelgan vaqtning o'zida qarasak Zhang Fei ancha bek yoqtirmaydi. Shundan voy quruq gap qilgandan kitob qoltisining nima foydasi jang degan uni o'zimiz qilsak bo'ldi deydi-yu. Yat Sauronning 8 tarafli oltin qulp sepini buzgandan keyin va uningki shu kuni kechisi Sauronning yana tuyuqsiz hujum qilganligini bilib qolgandan keyin mashildan keyin qattiq buning qoyilib ketdi, dahshat qo'l qo'yib ketdi. Hatto keyin bu yerdagi Liu Bei Zhuguliangni akilli degan vaqtning o'zida u Shudan aqlliqmikan mumkin emas. Menimcha jonda Shudanmi dana mushavir hargiz tepilmaydi deb ketdi-ku. Demak bu yerdagi Zhang Fei Shuga haqiqatan qoyil. Chin ko'ngildan buni qoyilib ketdi. To'rtinchi bir odam bo'lsa, Chuyi Sumroq Pangtong. Pangtong ham bu vaqtning o'zida anglashda beliq Longanba bo'lib, bir Nayg'an bo'lib yetib olgan vaqtning o'zida Zhang Fei berib, bu yerdagi Pangtong bilan ko'rishdi. Ko'rishib buni ani mani deb sen nima chiqib bekor yetib olsa, og'amning nemisini qilib degandan keyin Pangtong o'zining martin ko'z birdan ichidan bir aniqlab qo'ygandan keyin ajoyib danazat kellar deb ketdi. Endi bu yerga keyin bu Liu Bei Hanzhongga kirmoqchi bo'lgan vaqtning o'zidami, Sichuan olamiz deb qilgan vaqtning o'zidami, bu yerga Zhang Fei bilan Guan Yu voy bizim kirimiz deb aran tug'anda Pangtong qashiq tutmin deydi. Voy ikkinglar ikki sanog'ga kirmasanglar bo'ladi. O Sichuanda Liu Zhangning hech qancha odami yo'q. Men bilan Weiyan kirsaklar ularni hal qilyapmiz. Nima deb hal qilinmay qolsak, shapida telefon qilmay, fishtil kasanglar bo'lmadimi degan kim Zhang Fei qoyilib maqla deb qilib qoladi. Ham bu yerdagi Pangtongga doim deydi, "Voy men may için bak yoqtirmay, o'zdirim yoqtirganlar pat may ichib turli" deydi. Demak bu Zhang Feining bu gap so'zlarini qarasak, Pangtongni haqiqatan hurmatlaydi. Haqiqatan qoyil yoqtirdi. Tushunami? Endi 5-chi bir odam kim u desanglar, Cao-Cao'ning cho'ng mushaviri Shahuyuan. Bu Cao-Cao'ning mushavirini bu yerdagi Zhang Fei nima hurmatlaydi? Zhang Fei Shahuyuanni nayt hurmatlaydi, intayin cho'ng biladi. Nimishqa bilamsizlar? Bildiganlar, pingling qilib